Assalomu alaykum hurmatli IELTS muxlislari. Bugun sizlar bilan o'sha Volume IELTS 1 sezonda ikkinchisi test 8ni ko'ramiz do'stlar. Washing machine warranty. Bu degani do'stlar o'sha stiralniy mashinaning garantiyasi haqida gap ketyapti. Shikoyat qilgan odam Judy Smith ekan. Reference numberni juda tez aytdi do'stlar. Juda asabga tegadigan CWX 5776884 dedi. Hammada to'g'rimi? Ikkinchisi noto'g'ri qilgan. 9 months deb yozgan bo'lsangiz ham to'g'ri bo'lar shu. O'tda ko'plik bo'lish kerak-ku. Bular months deb o'zini yozib qo'yibdi birlik. To'g'rimi? To'g'rilab qo'yinglar shuni agar kim noto'g'ri qilgan bo'lsa. Yaxshi. 3 ga Middle Street bo'ladi, manzilingizda aytdi-da. 4 gacha GO194KE dedi. Buni lekin salgina eshitsa bo'ladi. Mana Middle Street aytayotgan paytda mana o'tib ketdim sizlarda ham. Sharraq etib o'tib ketdi. Shapatak buni Middle Street qoldirib bu yoqqa o'tib ketdim. Tushunasizmi? Juda tez aytayapti-da, juda tez. Nafas olmay aytayapti. Siz ham ulgurdingizmi bunga? Middle Streetda hali aytib bo'lmas, buni yozib beraveradi-da. Bir nafas olmay o'tib ketdi, bir suvga sho'ng'iysiz-ku shunday. Вообще tez aytayapti. Agar sifrda shuni aytsa, sizlar bilmam nima qilib chiqasizlar. IELTS bu ko'zini yoradi degani. Tushunyapsizmi? You have to think about the double more times when you are taking IELTS, not the safer one. Ketdik do'stlar, 5. Mana qarang. Pool deyapti, namida chunki u yerda suv toshib ketgan. Uvari 5 ga 6 gacha woman switched off immediately dedi, to'g'rimi? Immediately'ning joyiga right away deb aytishdimi? Straight forward dedimi? Nima dedi? Immediately'ning joyiga? Immediately'ning joyiga nimadir dedi? Straight forward dedi. Darhol deganda, darhol uni o'chirdim deyapti. Ana uni. Mana buni immediately'ning sinonimini aytib ketdi. The floor is made of wood. Shuning uchun dedi, yog'och shishib qoldi dedi. Keyin kimdan so'raymiz dedi do'stlar buni? Client engineer. Keyingisi Tuesday deb kim yozgan? Next Tuesday deb kim yozgan? Zo'r. The woman's house is opposite the nima dedi do'stlar? Post office. City center deb aytdi-dagin, keyin aytdi, shunday post officedan cross qilsang dedi. Meni uyim bor dedi. Cross degan nima degani? Demak, post officedan tomondan nariyoqqa cross qilyapsiz, yo'ldan o'tyapsiz. Shunda qarama-qarshi nima bo'ladi? Post office bo'ladi, opposite bo'ladi. Qarang, opposite qanday paraphrase qilib aytyapti. Dahshat. Ketdik. Driving license in the UK. Nima degani bu? O'sha haydovchilik guvohnomasini olish Buyuk Britaniyada eng talab qilinadigan asosiy nima ekan? Bu requirement, talabnoma nima ekan? Siz UK ning fuqarosi bo'lishingiz kerak ekan. Bo'lmasa nima olish mumkin emas ekan do'stlar. 12 ga nima deydi do'stlar? Agar siz boshqa mamlakatdan kelib, boshqa bo'lmasa Afg'onistondan ko'chib bordingiz, to'g'rimi, UK ga, lekin Afg'onistonda sizning nimangiz bor edi? Driving license bor edi. O'sha yerda uni notarialni tarjima qilish kerak. Shunda kimga murojaat qilasan dedi? Tan olingan ofitsialniy qayerga organizatsiyaga anaqa qilasan dedi. Tashrif buyurasan dedi. Keyin o'shanda qilganingdan keyin dedi, mana bu fe'llar ham o'shani ichiga kirib ketadi dedi. Tushunyapsanmi? 13 when applying for a UK license, which type of photos will not be approved? Mana cream background bo'lsa approved qilmaydi. Agar kichkina bo'lsa kattalashtirib olamiz, muammo emas dedi. Ketdi. Photos which applicant is wearing glass. Birinchi marta agar siz dedi driving license muddat tugab keyingi safar olayotganingizda birinchi safar ochki bilan taqqan bo'lsangiz, ikkinchi safar ochkingiz yo'q bo'lsa ham mayli qabul qilamiz dedi. Shuning uchun men mana unga bitishga, bunga ham bitishga urdimda, mana bu chiqib ketdi. Shunda X B bo'ladi javobi. Tushunarlimi? Shunday rasmlarni biz qabul qilmaymiz deb o'zi yavni aytdi o'zi. 14 what does the speaker think of the license checking service? The process is too slow. Juda ham sekin ekan, tushundingmi? Oxirida aytdi, shu nimani tavsiya berdi? Shu kutib o'tirmaslik uchun navbatlarda boshqonada onlayn to'ldiring dedi uni. Keyin mana bu shaharlardagi ko'cha atrofida ko'chaning holati haqida gapirdi. Londonda nima dedi do'stlar? A good signage. Nima dedi? Juda ham ko'p nima belgilari bor. Menga shu yoqadi dedi. Undan keyin Edinburghda F dedi do'stlar, to'g'rimi? Effective traffic lights. Cardiff'tacha G dedi do'stlar, G additional lanes. Amaminicha Manchesterda D dedi do'stlar. Ring roads. Oxfordda B dedi, multiple access roads. Yangidan qurildi dedi. Do'stlar, mana shu yerda bor, yozinglar. London, England deb yozib qo'yinglar. Poytaxti Edinburghcha katta shahari, Cardiff
Walesniki do'stlar, Wales. Wales borku, Wales. Tushunyapsizlarmi? Ha. Yozib qo'yinglar. Yana ikkitasi qolib ketdi u yerda. Birmingham bilan Belfast. Tushundingmi? 4 ta mamlakat o'z ichiga oladi UK. North Ireland, Wales, Scotland and England. Pastga tushamiz. Bu ham oson ekan do'stlar. Bir qiz bilan bir bola gaplashyapti. Qiz qisqasi o'sha universitetda o'qiydi. Menimcha shu bitiruvchi qiz. O'zining essayida o'sha insho yozgan, faqat o'sha internship degan do'stlar amaliyot o'tagan joyi. Bitta hotelda boryapti degan, o'sha hotelda har bir qismida bo'lgan. Chunki amaliyot o'tayotganda buni hamma joylari qo'yib ko'radi-da, mana reseptionda tur, oshxonaga kirib yordam ber, uni qil, buni qil deydi. Tushunyapsizmi? Dashi tozalashga ham yordam beribdi bu. O'sha hammasidagi tozalagan o'sha joylarda ishtirok etgan joylarni muammosini yozib chiqqan. Bu. Demak, receptionda nima muammo ekan do'stlar? Kim aytadi? Boring dedi. Boring, tushunyapsizmi? Boring nima degani? Bir xil daily routine, har kuni bir xil narsa qilasan. Telefonga javob berasan, unday bunday deydi. Restoranda nima ekan? It is very strict. Agar qandaydir qoidani buzsang, 20% oyligingni ushlab qoladimi bir narsa deydi. Tushunyapsizmi? Coffee bardachi D. It lacks sufficient step. Uni bunday deb aytdi. Shortage of hands. Qo'llarning kamligi deyapti. Bu nima degani? Odamlar, xodimlar yetishmovchiligi degani. Tushunyapsizmi? Zo'r aytib ketdi-da. Qarang, bu javobda aytayapti. It lacks sufficient step. Mana qara. Mana. It lacks sufficient step degani. Lacks yetishmovchilik, sufficient yetarlicha, staffchi ishchi xodimlar. Shuni nima deyapti? Shortages of hands deyapti. Dahshat paraphrase. Ana. Tushunarlimi? Zo'r. 24 ta shopda nima deydi do'stlar? Exhausted dedi. Exhausted. Exhausted nima degani? Tiring degani. Uyga borganimda juda ham charchadim degan. Exhausted ikko sinonimku. Keyin personal office'dachi it lacks patience. Borganimda dedi bir xodim menga baqirib va o'sha complain qilib ketdi, e'tiroz bildirib ketdi. Sabrsiz odam ekan dedi. Cleaningdachi vacuum cleaning bo'lganligi uchun juda ham noisy dedi. Mana iyi bo'ladi. Ana endi bemalol anamga o'tamiz do'stlar. Qolganiga o'sha Mona bilan o'sha ukasi o'sha undan maslahat so'rayotgan ikkinchi kurs talabaning guringa oxirida multiple choice aytayapti. Mona mana shu taassurot tajribadan qanday foyda oldi? It is good for her future job bo'ladi mana. Tushunyapsizmi? Kelajakdagi. Chunki men I am a graduator dedi. Men dedi bitiruvchiman. Men o'ylaymanki bu meni kelajakda ishimga yordam beradi dedi. 28 Mona nima uchun prezentatsiyani o'zi qildi? Chunki uni o'sha boshqa talabalar ham prezentatsiyani qanday qilishini ko'rsatib berish kerak edi. 29 Mona Tomga nima deb maslahat berdi? Tom aytdi, men dedi, senga o'xshab mehmonxonalarga borib dedi, internship qilmoqchi bo'lsam dedi, shunday dedi, menejerlarga telefon qilsam bo'lmaydi mehmonxonalarni desa, yo'q, sen 100% ana olasan dedi. Rejection dedi. Shuning uchun borda University Career Office dedi, center demadi. Mana shunga borib uchrash, ular unga telefon qiladi, keyin sen borsang senga hech narsa demaydi dedi. Tushunyapsizlarmi? Shu mazmunda gap ketyapti. Shuni sizlar to'liq tushuntirishlaring kerak. O'shandan keyin to'g'ri javob belgilaysiz. Uni oshirish uchun uni tepskirib tiqilish kerak jonivorni. What is Tom's plan for his own essay? U nima dedi do'stlar? To study about the rise of 5-star hotels. Keyin qilaman research dedi. Part 4 ga o'tamiz. Tuzning tarixi qisqasi. Tuzning dastlabki nima? Qadimiy tarixi. Birinchisi salt essential for human health. Ikkinchisi o'sha so'z salt so'zi qayerdan kelib chiqqan? Salary so'zidan kelib chiqqan ekan. Salary. Qarang, salt tuzku boshidagi salary maosh degani. Soldatlarga salt berilgan ekan maosh sifatida barter qilib. Tushundingmi? Birinchisi, ikkinchisi salary bo'ldi. 33-chi local forest. Do'stlar bunday qilibdi. Qadimiy Shvetsiyada hayvonlar bor-ku, faqat oktyabrda ovlanibdi. Oktyabrgacha ovlanguncha ularni tirigini tutib kelib, o'zining mahalliy o'rmonlarida saqlagan ekan. Keyin hujumga kiruvchi, go'sht kerak bizga deb qishdan oldin-ku, ularni otib go'shtini g'amlab qo'ygan qishga keyin. Dahshat. Tushunasizmi? 34da nima bo'ldi? Oktyabr oyida faqatgina Sweden King. Mana bunda nima dedi? Beer consumption. Beer degani pivo degani. Tuzli mahsulotlar oziq-ovqat ko'payib ketganligi uchun pivaning o'sha iste'moli juda ham oshib ketibdi.
37'da 37'da do'stlar deserts. Ular dedi okeanlardan ham olinishi mumkin tuzlar. Balki cho'llardan ham dedi. Shunda Sahroy Kabirni misol qilib ketdi. The Sahara Deserts deb. To'g'rimi? 38 is more nima deydi do'stlar? Concentrated, ya'ni tozaroq degani. 39 ga shipping, 40 gacha transport. Odamlar oldin tuzlarni o'zi bilan tashib yurgan ekan, odamlarni transport vositasida foydalangan. Tuzni bir joydan boshqa joyga ko'chirish uchun. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Subscribe qilinglar. Olg'a do'stlar.